Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bu videoroligim yaqinda 17 fevral kuni Toshkent shahrida bitta xonadonda sodir bo'lgan yong'in haqida bo'ladi. Avvalambor shu YouTube kanalimga obuna bo'lish tugmasi, ya'ni qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. O'shanda kanalimda chiqqan yangi va qiziqarli foydali videoroliklarni ko'rib borasizlar. Kanalimdagi videoroliklarni oxirigacha tomosha qilinglar. Kanalimni do'stlaringiz, tanishlaringiz, yaqinlaringizga tavsiya qilinglar. Videoroliklarimni ham do'stlaringiz, tanishlaringiz, yaqinlaringizga tavsiya qilinglar. Kanalimni qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammangizga kirib kelgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ramazon oyida tutgan ro'zalaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin ilohim. Ilohim shu Ramazon oylarini ko'plariga yetirsin hammamizni Alloh taolo degam ilohim. 2026-yil 17 fevral kuni kechqurun 20:51larda Toshkent shahri o't o'chirish bosh boshqarmasiga xabar kelib tushadi bitta oilada yong'in chiqqanligi haqida. Keyin soat 20:54larda o't o'chirish bosh boshqarmasi o'sha xonadonga yetib keladi va 21:29da yong'inni qurshab oladilar va 9 daqiqadan keyin 21:38da yong'inni batamom o'chiradilar. Bu oilada 11 ta oila a'zolari yashagan. Oila a'zolari, oila boshlig'i va uning turmush o'rtog'i va ularning 2 ta farzandlari, o'g'illari va ularning turmush o'rtoqlari va ularning nabiralari ham hammasi bo'lib 11 ta inson yashagan bu oilada. O'sha yong'in oqibatida o'sha oilada bo'lgan bitta o'sha oila boshlig'ining kelini, 31 yashar kelini va uning 2 ta o'g'li 8 va 4 yashar o'g'illari vafot etishgan. Oila boshlig'i 57 yashar akamiz o'sha kelini va uni 2 ta o'g'lini, nabirasini qutqaraman deb harakat qilgan, lekin qutqara olmagan. O'sha jarayonda u oila boshlig'i ham og'ir kuyish tan jarohati olgan va shifoxonaga yotqizilgan. 90% kuyish